Birinchi navbatda bu borliq qonunlarini bilishim. Cho'qda hayron qoladi-da, ustoz nimaga asoslanib aytadilar bu narsalarni? Ajoyib, tushunarsiz-ga o'xshashi mumkin. Ba'zilarga diagnostika qo'yayotganda sizda natija bo'lmaydi yoki men siz bilan ishlamayman degan narsalarni sirazu ayta olasiz. Yoki mani usulim ishlamasligini isbotlashni Ularga shunchaki eshitib o'tiradigan odam kerak deb. bilan, u da hamma narsani o'zi biladiganlar bilan ishlamayman. Keyin men ham xohlayman manichi kimdir mas'uliyat olishini, lekin hali u insonni uchratganim yo'q deyishadi-da. Shunda bu insonlar aldaydimi, shunda yolg'on gapiradimi? Shu yerda va shu onda hayotingiz uchun mas'uliyatni o'zingizga olib yashashdan boshlanadi. 6 yildan oshiq tajribamda mana qizlar desak xato bo'ladi. Hattoki 60 dan oshgan ayollar menda rasmiy turmushga chiqishadi. Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizda YouTube'da birinchi desam adashmayman, aynan YouTube'dagi bizni kuzatuvchi ishtirokchilarimiz uchun suhbatimizni boshlaymiz. Bu suhbatimizni biz ataylab eng ko'p keladigan savollarga javob bo'lishi uchun qildik va sizni reaksiyalaringizni kutib qolamiz. Bugun menga sizni savollaringizni Shahzoda Bonu berishadi. Boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Men 3 oydan beri ustozimni platformalarda o'qiyman va hammadan oxirgi payt eng ko'p kelgan savollarni yig'ib oldim, sizdan javoblarini bilish uchun. Birinchi savolim, o'zi ko'p joylarda metodingiz haqida gaplashamiz-da, metodingiz haqida aytib berasiz. Lekin ahamiyat bergan narsam, hattoki o'quvchingiz bo'lsa ham, ba'zilar diagnostika o'tkazayotganingizda shokda hayron qoladi-da, ustoz nimaga asoslanib aytadilar bu narsalarni, qayerdan oladilar bu ma'lumotlarni deb. Ya'ni hamma o'quvchingiz bo'lsa ham, o'quvchingiz bo'lmasa ham hayron qoladi. Qanaqa qilib 1 sekund ichida siz shunaqa to'g'ri javob berishingiz mumkin? Bu qanaqadir o'lchovlarga asoslanadimi? Bilasizmi? Tashqaridan bu qandaydir g'ayritabiiy, qandaydir bir ajoyib, tushunarsizga o'xshashi mumkin. Lekin meni diagnostikami asosida oddiy 3 ta baza yotadi. Birinchi navbatda bu borliq qonunlarini bilishim. Ikkinchi navbatda meni usulima asosi bo'lgan oddiy formula. Buni hamma biladi. Buni kelajak formulasi deyishingiz ham mumkin, hayot formulasi deyishingiz mumkin, natija formulasi deyishingiz mumkin. Ya'ni fikrimiz, boshqacha qilib aytganda, bizning niyatimiz, bizni shu fikrimiz asosida paydo bo'ladigan hissiyotlarimiz, ya'ni holatimiz, harakatimiz va natija. Qachon sizni yoqmagan natijangizni, ya'ni muammoyingizni shu formulaga qo'yganingizda, sizni birinchi kelgan fikringiz paydo bo'ladi. Bu narsani men shunchaki sizga nisbatan ancha tezroq, aniqrog'i juda ham tez bilib olaman. Shu. Mana ustoz natija dedingiz. Ba'zilarga diagnostika qo'yayotganda sizda natija bo'lmaydi yoki men siz bilan ishlamayman degan narsalarni sirazu ayta olasiz. Qanaqa insonlarda o'zi natija bo'lmaydi va bu nimada bilinadi? Qaysi gapidan keyin? To'g'ri. Sababi buni ham oddiy formulasi bor. U ham bo'lsa, agar biz haqiqatdan ham natija xohlasak, biz eng birinchi va eng muhim qadamni qilishimiz juda muhim va bu qadam shunchaki bu muammoni o'zimizda bor ekanligini tan olish deb bilinadi. Qachon men odamni muammoni hal qilishni emas, balki hayotini gapirib berishni yoki o'zini aqlliligini isbotlashni istashini yoki meni usulim ishlamasligini isbotlashni ko'rganimda men aytaman, kechirasiz, siz bilan meni usulim ishlamaydi yoki shunchaki men siz bilan ishlamayman deyman va bu narsani men oddiy gap bilan aytaman. U ham bo'lsa, men o'ta aqllilar bilan, o'ta baxtiyorlar bilan, o'ta hamma narsani o'zi biladiganlar bilan ishlamayman. Mana aytdingiz-ku, ularga shunchaki eshitib o'tiradigan odam kerak deb. Shu funksiyani ko'pchilik misol uchun psixologlarga bordim deb qaradi. Shu funksiyani psixolog bajaradimi shunda ular uchun? Ularni muammolarini tinglashmi? Mana aslida biz qanaqa natija xohlasak, aynan o'sha natijani olamiz. Agar
odam uchun maqsad muammosini hal qilish emas, shunchaki kim bilandir dardlashish bo'lsa, aynan shu natijani oladi. Lekin men bu narsani amalga oshirishga istagim ham yo'q. Sabrim ham chidamaydi. Ustiga ustak psixolog ham emasman, shu sababdan bilmayman bu masalani kim bajara olishini. Siz bilan birinchi tanishganimda men ham sizni psixolog deb o'ylaganman birinchi, chunki sizni yo'nalishingizda umuman boshqa odam ko'rmaganman. Keyin shunda so'raganimda, psixologmisiz deganda, yo'q, men psixolog emasman, yakruchichi psixolog degandingiz. Shu gapingiz esimda qolgan, rosa o'ylaganman qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb boshida diagnostikalarga kirganda men ham rosa o'ylanib o'tirganman-da. Nima bo'pti o'zi bu yoqda deb ko'pchilik birinchi kirganlar baribir sizni psixolog deb o'ylashadi-ku. Даже yozib qolishadi, qanaqa psixologsiz siz o'zi, eshitmaysiz ham odamlarni deb. Keyin bildim, sizni metodlaringiz aniq yechim berishga asoslanishini. Ya'ni gapni olib, dog'dan, bog'dan qilib o'tirmasdan aniq yechim berishingiz. Lekin shunaqa savol ham tug'iladi-da, nimaga tayyor yechimlar turganda odamlar shu nima deydi, shu fursatdan foydalanishmaydi. Shunchaki olib, qo'llab, birga ishlab, o'zining muammolarini hal qilib ketmaydi. Bu savolingizga men quyidagicha javob beraman. Tasavvur qiling, siz chiroyli oqib turgan suvni ko'rib turibsiz va ko'rib turibsiz qadoqlangan suvni. Siz ichish uchun nima qilasiz? Qadoqlangan suvni olasiz, to'g'rimi? Sababi siz shunchaki bunga o'rgangansiz va o'ylaysizki, oddiy oqib turgan tabiiy sof suv siz uchun ichish mumkinmi yoki mumkin emas? Juda ham qiyin masala. Oldindan oqqan suv qadri yo'q-da. Yo'q, men aytgan bo'lardimki, shunchaki siz u suvni tabiiyligini tan ola olmaysiz, qabul qila olmaysiz. Uni shunchaki qadoqlangan holda ichishga o'rgangansiz. Ustoz, undan tashqari yana ko'p keladigan savollar, o'zi asosan munosabatlar haqida, ya'ni turmushgacha ham munosabatlar haqida, oila qurgandan keyin yana munosabatlar haqida kim tuzor dasturingiz bor, turmushga chiqaman degan. Aynan turmushga chiqadigan qizlar o'qishadimi bu dasturingizda yoki kimlarga mo'ljallangan? Shu narsani ham ko'p so'rashadi-da. Chunki eshitganman, men hali turmushga chiqishga tayyor emasman, shuning uchun bu dasturda o'qimayman. Yoki men oila qurganman, menga bu dastur kerak emas deb aytishadi. Bilasizmi, mana tasavvur qiling, siz kiyim do'koniga borasizmi yoki deylik maishiy texnika do'koniga borasizmi yoki deylik o'sha mahsulotlar olishga borasizmi? Siz nima qilasiz birinchi navbatda? Tanlayman qayerga borish. To'ppa-to'g'ri tanlaysiz, lekin tanlashdan oldin nima qilasiz? Nima qilaman? To'ppa-to'g'ri ko'pchilik bilmaydi nima qilishni, turmushga chiqqanda nima qilishni, turmushga chiqish uchun nima qilishni yoki munosabatini yaxshilash uchun nima qilishni bilmaydi. Vaholanki biz hamma joyga borishimizdan nimamiz bor? Maqsadimiz bor. Xuddi shunga o'xshab, men turmushga chiqaman va baxtiyor oila quraman dasturimni nomida hech qanaqa xatolik yo'q. Sababi men juda ham ko'p ayollar bilan ishlab, tajribada shuni ko'rib turibmanki, turmushingiz 10 yillik bo'lishi mumkin, 20 yillik bo'lishi mumkin, lekin u uylik holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni u sizni qoniqtirmaydi. Aynan turmushga chiqaman va baxtiyor oila quraman dasturim turmushga chiqmagan qizlar uchun ham, ular baxtiyor bo'lishi uchun, turmush qurib turmushlaridan unchalik qoniqmagan ayollar uchun va shu bilan birga turmushlarida juda ham o'zlariga yoqmaydigan muammolar bor, ya'ni xiyonat ko'rinishida yoki erini g'amxo'rlik qilmasligi ko'rinishida yoki ko'p janjallar ko'rinishida. Aynan shu masalalarga yechim beradi bu dastur. Qanday qilib? Birinchi navbatda turmushni muqaddasligi, ya'ni nikohni muqaddasligini tushuntirish orqali. Ikkinchi navbatda ayollar va erkaklarni tabiatlarini o'rgatish va qanday holda muloqot qilish
sirlarini o'rganish orqaliki qaysiki siz maqsadingizga erishishingiz uchun, ya'ni baxtiyor bo'lishingiz uchun. Mana turmushga chiqishi qanaqa qilib bilishmaydi degan narsalarni gapirdingiz. O'zi turmushga chiqolmayotganida kim aybdor bo'ladi? Oyisimi, uydagi muhitimi yoki ko'pchilik o'ylagan o'sha bolalik travmalarimi? Bilasizmi, men doim aytaman, agar siz bugunni o'zida istagan natijangizga, ya'ni bu holatda oilaga, ya'ni turmushga chiqmaganmisiz, demak sizda bundan naf bor. Qachon siz bu nafni aniqlab, ya'ni haqiqatdan ham turmushga chiqishni istaganingizda va bu ikkilamchi foydadan voz kechganingizda siz albatta turmushga chiqasiz. Oddiy qilib aytganda, ba'zi qizlar turmushga chiqishim kerak, turmushga chiqishni istayman deydi-yu, lekin turmushni faqatgina o'sha chiroyli marry me va to'ylari haqida o'ylaydi. Undan keyingi bo'ladigan vazifalari va mas'uliyatlarini o'ylaganda juda ham dangasaliklari tutib qoladi. Shu sabab ular hali ham turmushga chiqmagan bo'ladi. Va aksincha, qachon siz turmushga chiqishni haqiqiy maqsad qilib olganingizda va bu jarayonni mas'uliyatiga tayyor bo'lganingizda siz turmushga chiqasiz. Sababi holatingiz o'zgaradi. Bu ham shundan maqsad qilib qo'yiladigan narsa. Albatta, albatta. Bu bilasizmi, agar sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, turmushga chiqishni ham natija deb oladigan bo'lsangiz, bu natijaga sizni aniq harakatlaringiz, ma'lum holatingiz va albatta turmushga chiqish haqiqiy niyatingiz olib keladi. Instagramda ko'p ko'raman-da, qizlar nima ishlab, nimadir loyihalar qilib, keyin men ham xohlayman, manacha kimdir mas'uliyat olishini, lekin hali u insonni uchratganim yo'q deyshadi-da. Shunda bu insonlar aldaydimi, shunda yolg'on gapiradimi? Ya'ni o'sha inson qachondir uchrataman deb yashash kerakmi yoki aytganingizdek maqsad qilib qo'yib erishsa bo'ladimi? Misol uchun bu yilga maqsad qilib qo'yib, sirazu erishib ketsa. Keling, bu haqida siz bilan shu maqsadingizga erishganingizdan keyin gaplashamiz. Faqat men emas. To'g'risini agar aytadigan bo'lsak, yana bir bor takrorlab aytaman. Agar siz bugunni o'zida turmushga chiqmaganmisiz, demak siz buni xohlamaysiz. Вот как. Keyin ko'p turmush qurgani, mana 2-3 oy bo'ldi turmush qurganimga. Turmush o'rtog'imga yoqmayapman menimcha yoki уже qanaqadir ziddiyatlarga duch kelgan bo'ladi. Shunda turmushga chiqishga ham tayyorlanish kerak. Turmushga chiqishga tayyorlanish shart va majbur har bir odam. Lekin bu tayyorgarlik biz o'rgangan odatdagiday amalga oshmaslik kerak. Bilasizmi, men nazarda tutyapman. Turmushga chiqishdan oldin eng asosiy qiladigan ishingiz bu munosabat, ya'ni muomala sirlarini o'rganish. Agar siz chiroyli ovqatlar tayyorlashni, uy yig'ishtirishni va hokazolarni biling, lekin agar muomala sirlarini bilmasangiz, sizda albatta kelajakda muammolar paydo bo'ladi. Keyin ko'p ayollar bunaqa ham deb yozishadi. Qaysi xatoingni takrorlamagan bo'larding yoki hayotingda qaysi vaziyat takrorlamasin desa, boshqa turmush o'rtoq tanlagan bo'lardim deb yozishadi-da, yoki turmush o'rtog'imga turmushga chiqmagan bo'lardim deb yozishadi. Ya'ni hamma bu turmush o'rtog'i deb ko'radi. Hayotimning xatosi deb. Bor haqiqat shundan iboratki, baxtiyor munosabatlarni formulasi bitta. U ham bo'lsa, o'zicha baxtiyor ayolni, qizlarni, o'zicha baxtiyor erkakni, ya'ni bolalarni umumiy birga turmush qurish istagi asosida bo'lgan oilagina baxtiyor bo'ladi. Shu sababdan men aytgan bo'lardim, agar siz baxtiyor oila egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda baxtiyor bo'lishdan boshlang. Savol tug'ilishi mumkin. Baxtiyor bo'lish bu qanaqa bo'ladi? Baxtiyor bo'lish bu shu yerda va shu onda hayotingiz uchun mas'uliyatni o'zingizga olib yashashdan boshlanadi. Ustoz, qarang, o'sha hayotingiz uchun mas'uliyatni o'zingizga olib, ya'ni
Ko'pchilik aytadi-ku, men faqat ayollar o'qishi kerak, faqat bizami mas'ul, erkaklar ham o'qisa deb yozishadi. Keyin yana erdan boshqa tema yo'qmi deb yozadi. Lekin sizda juda ham ko'p-ku natijaga erishgan o'quvchilar. Ya'ni odam o'zi o'qib, mana men ham o'zim o'qiganim uchun natijalarga erishyapman-ku. Nega unaqa fikrga borishadi? Ularga nima deyish kerak? Bilasizmi, ularga aytadigan bitta gapim bor. Baxtiyor Eshitdinglar. odamni ta'rifi. Baxtiyor odamni faqatgina ikkita jihat ajratib turadi. Birinchi navbatda onglilik, ikkinchi navbatda mas'uliyat. Qachon siz ongli ravishda va savol tug'ilishi mumkin. Onglilik o'zi nima? Onglilik deganda bu siz hayotingizni har bir qadamingizni oqibatini o'ylagan holda va uni mas'uliyatini olgan holda qilishingizdan iborat. Ya'ni bugungi qilayotgan qadamingiz ertaga sizga qanaqa oqibatlarga olib keladi, shuni o'ylash va ikkinchi navbatda o'z hayoti uchun mas'uliyatni o'ziga olish. Bu haqida o'ylab ko'ring. Aynan shu aytgan narsalaringiz, ya'ni formulalardan foydalanib, onglilik holatiga kelib, nechta odam turmushga chiqqan hozir platformangizda? To'g'risi, men natijalarni hisobini yuritmayman. Lekin aniq aytaman, 6 yildan oshiq tajribamda mana qizlar desak xato bo'ladi. Hattoki 60 dan oshgan ayollar menda rasmiy turmushga chiqishadi. Hali kech emas. To'g'ri. Undan tashqari, mana oilani gaplashdik, turmush qurishni gaplashdik. Endi eng og'riqli mavzulardan bittasi ko'pchilik yozadigan qarzlar. Ya'ni aynan moliyaviy holat haqida. Men birinchi sizni ko'rganimda, men hayolimga sразу bitta so'z kelgan, o'zimga ham aytganman, izobilnost. Ya'ni o'sha o'zbek tilida nima deydi? To'kinsochillik, ya'ni mo'l-ko'l degan, menimcha shu so'zga ta'rif to'g'ri kelsa kerak. Aynan shu kasbingiz orqali erishganmisiz bu holatga yoki qanaqa qilib o'z odam shu holatga erishishi mumkin? Qanaqa jihatlarim sizni bunaqa fikrga olib kelgan, lekin bitta narsani aytishim mumkin. Bu holat qo'rqmaslik holati deyiladi va biz biror nimani berganda qachon qo'rqmaymiz? Qachon bizda bu narsa ko'p bo'lsa, mo'l-ko'l bo'lsa, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, bu narsa holatimiz haqida biz qanchalik ishonch va shukronalikdamiz. Qachon bizda shukronalik va ishonch bo'lganda bizda sokinlik bo'ladi. Qachon bizda sokinlik bo'lganda o'zingizga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish va ulashish holati siz uchun oddiy bo'lib qoladi. Shu nuqtai nazardan men aytgan bo'lardim, agar siz qo'rquv holatida emas va nima deydi, ayash holatida emas, aksincha o'sha hozir Shahzoda Bonu aytgandek mo'l-ko'llik holatida bo'lgis kelsa, o'zingizga ravo ko'rgan narsani albatta boshqalarga ham ravo ko'rishni o'rganishingiz kerak. Mana misol uchun, aytaylik, meni 1 million pulim bor bir oyga. Men shuni qo'rqmasdan ishlataveradigan bo'lsam, ertaga pulsiz qolib ketmaymanmi? Bu boshqa masala. Bu boshqa masala qaysiki, mana birinchi vaziyatda biz nima haqida gaplashdik? Mana siz biron joyga borganingizda siz aniq bilasiz qancha sizda imkoniyatingiz bor va aynan shu imkoniyatingiz doirasida ham siz mo'l-ko'l bo'lishingiz mumkin yoki xasis bo'lishingiz mumkin. Gap shu haqida ketyapti. 1 million pulni birdan ishlatib olish, bu yana nima haqida? Mas'uliyatsizlik haqida. Ya'ni agar siz doim onglilik va mas'uliyatda bo'lsangiz, albatta siz 1 million pulingizni taqsimlashni ham to'g'ri amalga oshirasiz. Mana mo'l-ko'llik haqida aytdingiz. Bironta shunaqa keyslaringiz ko'p o'zi, o'quvchilar ko'p, qarzlardan qutulib, o'sha hozir boshqacha holatga erishgan, lekin shu qanaqadir keysni eshitib odam nima deydi?
Shu bitta kes keltirib bersangiz, aytgan narsalaringizga misol qilib, o'quvchingiz misolida. Haqiqatdan ham juda ham ko'p misollar va natijalar qaysiki aynan moliyaviy holatda. Bitta desangiz hayolimga juda ham ko'p katta misollar keldi, lekin bittasini man alohida aytib o'tmoqchiman. Bizda bir ishtirokchimiz bor, 50 dan oshgan edilar mani dasturlarimda ishtirok etishni boshlaganda va bilasizmi, qarzda bo'lishgan har tomonlama, o'zlarini tillari bilan aytganda bankrotga uchrab kelgan ayol bo'lgan. Hattoki o'sha xarajatlarini ham qarindosh urug'lari qilib beradigan holatda kelishgan. Vaholanki ishlashimiz natijasida dasturlarda ishtirok etib, hozir judayam katta korxonani rahbari u ayol. Oylik maoshi aynan biz rejalashtirgan miqdorda. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, shu 50 millionlar atrofida. Bundan tashqari bu ayol juda ham katta meros egasi bo'lishdi. Va bilasizmi, eng birinchi natijasi nima bo'lgan? Eng birinchi natijasi eski qarzlaridan qutulganligi va bu narsa mo'jizaviy amalga oshgan. Bilasizmi qanaqa qilib? Qarzi bo'lgan odam u ayolga qo'ng'iroq qilib, shunchaki bo'ldi, o'ylamang, mendan hech qanaqa qarzingiz yo'q deb aytgan. Vaholanki bu muammo u ayolni bir necha yildan beri qiynagan bo'lgan. Va buni natijalarimiz juda ham ko'p. Umumiy aytadigan bo'lsak, hozirgacha juda ham ko'p odamlar qarzdan qutulib ketgan va puldagi agar miqdorini aytadigan bo'lsam, juda ham ko'p milliard so'm qarzlardan qutulishgan. Yana shunaqa natijalarni ham eshitdim. Dasturda o'qish uchun ayollar o'zlarini tillalarini sotib o'qishni boshlashgan. Undan keyin turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari zo'r bo'lib, bemalol yana qaytib tillalab olishgan. Undan ham ko'p miqdorda. Turmush o'rtoqlari o'zlari olib bergan. Vaholanki hech narsa sovg'a qilmaydigan va nima deydi, qattiq bir tushunchalarga ega bo'lgan turmush o'rtoqlari aynan shunday munosabatda bo'lishadi biz ayollarimiz bilan. Bunday natijalar juda ham ko'p. U ayollar ham ishlaydimi? Har xil. Kimdir ishlaydi, kimdir uyda o'tiradi. Mana uyda o'tiradigan ayollarni ko'pchiligi mashqatda ishlamayman deydi-da. O'zim mana shunaqa pozitsiyani yasam, mashqatda ishlamayman, o'shaning uchun bepulga ma'lumot bering yoki nima deydi, majburlikdan o'zi yaxshi ko'rmagan ishlarni qilishiga to'g'ri keladi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Har bitta odam o'sha o'zini yaxshi ko'radigan ishini qidirib topib ishlashi kerakmi yoki yaxshi daromad topib olsa ham qanaqadir ishga joylashib ishlagani yaxshimi? Bilasizmi, yana bir bor takrorlab aytaman. Hamma narsa niyatingizga bog'liq. Hamma narsa sizni o'sha asl istagingizga bog'liq. Avvalo Xudoyim, shu nuqtai nazardan bu borada bitta qoidaga qat'iy ishonch bildiraman. U ham bo'lsa, imkoniyatim yo'q, uddalay olmayman degan narsa umuman yo'q. Istamayman degan narsa bor. Agar siz istasangiz, albatta uddalaysiz. Bunga ishonchim komil. Va juda ham ko'p biz ishtirokchilarimizni super natijalari buni isbotlab turibdi. Ustoz, odam hayotidagi qaysi qarorlarni to'g'ri qabul qilish kerakki, hayoti o'zi xohlagandek ketishi uchun? Mana eng asosiy shu qarorlarni to'g'ri tanlash kerak. Va bunda siz qanaqa yordam berasiz, misol uchun odamga? Birinchi navbatda men yordam bermayman. Hech kimni qutqarmayman. Sababi yana bir bor takrorlab aytaman, baxtiyor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hayotingiz uchun, demakki, har bir qaroringiz uchun va harakatlaringiz uchun mas'uliyatni faqat va faqat o'zingizga olishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi, men shunchaki o'rgataman shu yerda va shu onda bo'lishni. Va savol tug'ilishi mumkin, nima uchun bu shunchalik muhim? Sababi shundaki, shu yerda va shu onda bo'lish bu
ongililik demakdir. Ya'ni hozirgi qilayotgan qaroringiz, harakatingiz qanaqa oqibatlarga olib kelishini o'ylash haqida. Aynan shunga o'rgataman va shu orqali o'sha aytib o'tgan formulam, ya'ni fikrimizni o'zgartirsak, natijamiz o'zgaradi. Biz shunchaki to'g'ri, chiroyli niyat qilishni o'rganamiz. Qolgani hammasi bo'ladi. Man sizda o'qib boshlaganimda endi o'zim aytasiz-ku, hamma natijani uzoq kutishga odatlanib qolgan deb. Man o'qib boshlaganimda уже darslar haftasiga 2 marta bo'lsa, ikkinchi haftada shunaqa xotirjamlikni his qila boshlaganman va bu holat shunaqangi nima deydi, qadrli bo'lib qoladi. Qanaqadir qaysidir kunda, misol uchun, o'sha holatda bo'lmasam, o'sha kuni nimalar qiluvdim, nima qilish kerak edi o'sha holatga tushish uchun deb o'ylab qolaman-da. Lekin man hozir xotirjam, baxtiyor bo'lib yashashni o'rgandim va hamma aytadi-ku, qalb xotirjamligi paydo bo'ldi deb. Lekin bu narsa nima deydi, shuni ba'zan qaraganimda xuddi men komfort zonamga kirib qolganga o'xshayman. Shu tushunchalarim meni xatomi? Mana komfort zonasida desa, mana bilasizmi, bizni xotirjamlik deganda nima bu? Qalb xotirjamligi u nima bilan belgilanadi? U sokinlikka kelganingiz bilan belgilanadi. Tushunyapsizmi? Qachon sizda fikr paydo bo'lsa, lekin bu sokinlikni beparvolik bilan, mas'uliyatsizlik bilan adashtirish kerak emas. Bu sokinlik sizda o'sha duolaringizni uzun emas, o'sha wish listlaringizni rezka qisqarishi bilan, keskin qisqarishi bilan va shukronalik holatingizni, o'sha hayotingiz bilan rozi bo'lishingiz, hayotingizdan mamnun bo'lishingiz holatingizni ko'payishi bilan belgilanadi. Tushunyapsizmi? Vaholanki, agar sizda o'sha komfort zonaga o'xshagan fikrlar tug'ildimi, bilingki, siz hali xotirjamlikka, shukronalikka kelganingiz yo'q. Siz haliyam o'sha poygadasiz. Qaysiki unda bor, menda yo'q, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Men bunaqa holatda doim aytaman, kamroq kuzatish kerak boshqalarni. Diqqat e'tiboringizni o'zingiz hayotingizga qancha qaratsangiz, shuncha hayotingiz rivojlanadi va aksincha. Chunki kimgadir aytsam ham, shunaqa menda hammasi yaxshi. Mana 3 oydan beri o'qiyotganman. Men birinchi marta 3 oydan beri o'zim juda ham xotirjam his qilaman desam, lekin shu bilan birga kechirasiz gapingizni oldim. E'tibor berdingizmi? Sizni daromadingiz ham oshgan, sizni vaqtingiz ham unumi oshgan, sizni boshqalar bilan munosabatlaringiz yaxshilangan, sizni kelajakdagi umidlaringiz ko'paygan va kelajak sizni qo'rqitishni to'xtagan, to'g'rimi? Chunki men oldin Instagramning tilida aytadigan bo'lsak, жуткий тревожник qo'yganman. Ko'pchilik o'zini hozir Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak, trevojnik, narsiz, har xil iboralardan foydalanishadi va aytganimdek, o'sha o'qib boshlaganimdan keyin ikkinchi haftada shunaqa xotirjamlikni his qildim, chunki men oldin 2 yil davomida psixologga borganman muammolarimni hal qilish uchun. Va har doim ustoz aytadilar, muammolaringizni ildizi bilan ishlamasangiz, qancha pulingiz ketadi, vaqtingiz ketadi, yana muammolaringiz ko'payadi uni ustiga ustak bo'lib. Va aytganingizdek, xotirjamlik paydo bo'ldi, ishonch paydo bo'ldi, eng qadrlisi daromadim ham, ya'ni hayotimdagi o'sha hamma jabhalarimda hamma narsa yaxshilanib boryapti. Rahmat sizga ustoz. Va hozir aytganingizdek, poyga dedingiz-ku, rostdan ham Instagramga kirasiz, qaraysiz, kimdir nimadir ish qilayotgan bo'ladi, ayniqsa hozir qizlar juda ham ilg'or bo'lib ketishgan. Keyin kimdir sizga aytadi, "Yo, sen unaqa xotirjam o'tirib qolmagin, hali rivojlanishing kerak" deb aytganida, keyin baribir ozgina ta'sir qiladi-da. "Ya, men yaxshi yashayapman-ku" degandan keyin baribir o'ylab qolaman-da, "Nima, men shunaqa komfort zonaga kirib qoldimmi" deb. Men aytganingizdan keyin hozir bildim, hammasi yaxshi ekanmanda. Bilasizmi, bitta narsani tushunib olish kerak. Haligi aytadi-yu, правильно, неправильно. To'g'ri yoki noto'g'ri degan narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Menga to'g'ri keladigan yoki o'zimga aytadi-yu, oddiy qilib ep ko'rmaydigan narsa bor. Tushunyapsizmi? Shu nuqtai nazardan qachon sizda hayot maqsadingiz
o'zgarar ekan, hayotingiz o'zgaradi. Sizni istaklaringiz o'zgaradi. Sizni holatingiz o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Oddiy qilib aytganda, agar hayot maqsadingiz iloji boricha ko'proq iste'mol qilish, buni chiroyli qilib aytiladi, orzularga erishish va hokazo bo'lsa, sizni holatingiz o'shanga mos bo'ladi. Va aksincha, agar sizni hayot maqsadingiz iloji boricha hayotingizni samarali sarflashdan iborat bo'lsa, hayotingiz ham shunga qarab o'zgaradi. Ya'ni sizni foydaliligingiz shuncha ortadi va siz hayotingizni o'sha aytyapsiz-ku, komfort yoki komfort emasligini, o'sha rivojlanyapsizmi yoki to'xtab qoldingizmi, o'sha erishgan bir moddiy narsalar bilan emas, qaysiki foydalilik koeffitsentingizni oshirganingiz yoki oshirmaganingiz, to'xtab qolganingiz bilan belgilaysiz. Oddiy qilib aytganda, qancha odamga foydangiz tegyapti? Siz qanaqa foyda keltiryapsiz? Hayotni hali oddiy qilib aytganda yeyish uchun yashayapsizmi yoki yashash uchun, yanada ko'proq foyda keltirish uchun yeyapsizmi? Shu haqida o'ylab qolasiz. Qisqacha o'zimni natijalarim haqida aytib ketay, odamlar ham eshitib ishonishi uchun. Это не reklama. O'qib boshlaganimdan keyin, o'sha aytganimdek, ikkinchi haftadan qalbimda o'sha xotirjamlik, o'zgarishlar paydo boshladi. Aniqlik kiritamiz. Qaysi dasturda o'qishni boshlaganingizda? O'zi VIP dasturdan boshladim. Ya'ni baxtli hayot alifbosi, boshida nomlarini aytganlarda o'z-o'zimga yo'l va mening totli hayotimda, mening totli hayotim. Ustoz har doim aytadi, dasturlarning nomida, darsliklarda umuman xatolik yo'q deb. Keyin tushundim, mana nomlari nimaga bunaqa tanlanganligini. Chunki boshida vazifa berganlar, men kimman degan savolga javob yozinglar 10 minut deb. Men aytdim, men kimman degan savolga ham 10 minut beradilarmi? Buncha ko'p deb aytdim-da. Men yozaman bunda. Men kimman deb yozaman deb 5 minut, 7 minut o'yladim. Men kimman o'zi rostdan nima deb yozish kerak edi? Va har bitta o'sha qatnashayotgan ishtirokchiga siz alohida nima deydi, vazifa berganda ham alohida yondashuv asosida uni muammosini bilgan holda unga mos keladigan narsani aytishingiz juda ham qoyil qoldiradi. Har bittamiz, misol uchun, ko'pchilik yozgan, "Man ayolman" deb, lekin ustoz har bitta odamga alohida ta'rif berib chiqadi. Va men VIP dasturda o'qib boshlagandan keyin xotirjamlik his qila boshladimmi? Misol uchun, yaqinda o'sha 2-3 yildan beri bir-birimizni taniydigan tanishlarim ko'rib qolganimda ham aytishdida, birinchi tanishganimiz boshqacha eding deyishadi. Hozir boshqachasan deb. Qanaqa desam, birinchi tanishganimizda shunaqa stressli, depressniyak, shov-shuvuradigan, hozir tez hamma narsani qilib tashlashim kerak deydigan va aytganingizdek har doim o'sha kelajakda fikrlarim nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi degan qo'rquvlar asosida yashaganman. Hozir ko'pchilik aytadigan trendli chill sostoyaniyaga kelganman. Ya'ni xotirjamman, ishonchim bor va shoshib ketavermayman, chunki hammasi darsda o'rgatgansiz. O'sha ong qanaqa holatda bo'lish kerak, o'tmishdagi ong, kelajagiga shoshib ketaveradigan. Savol sizga. Tasavvur qiling, shoshib turgan holatingizda ignaga ip o'tkazishingiz kerak. Uni amalga oshira olasizmi? Yo'q. Unaqa bo'lib ketadi. Xuddi shunga o'xshab shoshgan holatingizda, o'sha kelajakka xavotir olgan holatingizda, judayam bitta narsaga erishishni, nima deydi, qattiq xohlagan holatingizda siz samarali harakatlar amalga oshirasizmi yoki xotirjam e'tibor bering, ya'ni xotirangiz, vujudingiz, e'tiboringiz jam bo'lgan holatdami? Bu go'yoki lazerga o'xshataman men. Tasavvur qiling, lazer nima? Bu o'sha nima deydi, yorug'likni skonsentrированный deydi. Judayam nima deydi, bitta yo'nalishga qaratilganligi. Tushunyapsizmi? Va u qanaqa kuchga ega? Xuddi shunga o'xshab, o'sha sizni xotirjam bo'lgan holatingizda sizni harakatlaringiz aniqlik bilan ajralib turadi, samaralilik bilan ajralib turadi va albatta uni natijasi o'zgacha bo'ladi.
To'g'ri aytdingiz. Chunki o'sha shoshilib hamma narsani qilaman degansiz, nimagadir hamma narsa teskari ketaveradida. Yomonlashsa yomonlashib ketaveradi. Lekin o'sha xotirjamlik holatiga kelish ham juda ham qiyinda. Dasturlaringizdagi o'sha bergan formulalaringiz narsasi to'g'ri oson bo'lmadi, lekin baribir o'qimasangiz ham shuncha vaqtingiz o'tib ketaveradi. Lekin siz qanaqa natijaga ega bo'lasiz? Shu narsa haqida odam o'ylab ko'rish kerak ekan. Men oldin misolcha o'sha dnevnik emotsiya bormi? Jahlim chiqqanda yozganman ham, chizganman ham, hamma narsa qilib ko'rganman, lekin baribir emotsiyalarimni boshqarishni bilmaganman. Lekin shu bergan asosiy darslaringiz asosida men shu narsani o'rganishni boshladim va juda ham boshqacha holatga keldim. Boshqa ishtirokchilar ham shunaqa deb yozishadi. Ya'ni nima deydi, xotirjam holatga keldim, shoshmayapman va hayotimda hamma narsa o'sha вообще boshqacha. Ya'ni aytadiganim, qo'rqinchli qorong'ulikdan yorug' va atrof o'sha yam-yashil, ko'klamzor bo'lgandek tuyuladi odamga. Chunki halovatsiz yashashdan qo'rqinchli narsa yo'q bo'lsa kerak. Mana eng asosiy gapni gapirdingiz. Halovat. Hamma eng yaxshi natijalarni asosida halovat yotadi. Va bu narsani oddiy qilib sekinlashish deb ataymiz. Mana bilasizmi, ko'p aytaman bu haqida. Nima uchun biz o'sha ziyoratgohlarga boramiz? Nima uchun? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q. Aynan shu sekinlashish holatiga kelish uchun. E'tibor berib ko'ring-da, qachon biz shu yerlarga borganimizda fikrlarimiz jamlanadi, to'g'rimi? Va o'sha aniq maqsadlarimizni qo'yamiz, chiroyli niyatlar qilamiz. Tushunyapsizmi? Bular hammasi o'sha halovatni oqibati. Vaholanki, agar shunday holatda doimiy siz bo'lsangiz, o'ylang, qanaqa chiroyli natijalarga erishish mumkin. Darsda o'rgatgan narsalaringiz asosida ko'p keyin filtr qilib kuzatishni boshlayman-da. Ko'p odamlarda o'sha moddiy, nima deydi, boyliklari ham bo'lar ekan, yoki o'zini shu nimadirlarni olish orqali yoki qanaqadir darajaga erishish orqali o'smonman, o'sha zo'r bo'lib ketaman, nima deydi, qo'ygan maqsadimga erishaman deb o'ylaydi, lekin o'sha xotirjamligi bo'lmas ekan. Qalbida. Men sizga bu narsani bilasizmi? Oddiy narsa bilan aytishim mumkin. U ham bo'lsa, mana baxtsiz qiladigan ikkita fikr bor odamni. Bor yo'g'i ikkita fikr. Birinchisi, menga yetarli emas. Shu fikr sizda bo'ldimi? Bo'ldi. Sizda qancha narsa bo'lmasin, qancha imkoniyat bo'lmasin, siz qoniqmaysiz. Siz huzur halovatda bo'lmaysiz. Oddiy qilib aytganda, siz baxtiyor bo'lmaysiz. Va bor haqiqat shundan iboratki, hech qachon to'ymaydi. Yetarli emas fikri bilan yashagan odam hech qachon to'ymaydi, demakki hech qachon huzur halovatda bo'lmaydi, demakki baxtiyor bo'lmaydi. Va ikkinchisi, men yetarli darajada emasman degan fikr. Ya'ni o'zingiz bilan o'zingiz qoniqmasligingiz, o'zingizda qanaqadir o'zgarishlar qilishni istashingiz, tushunyapsizmi? Yoki o'sha aytib o'tganingizdek, boshqadan hayotni boshlashga intilish, tushunyapsizmi? Boshqa bir holatdagi oilani xohlash va hokazo. Ularni hammasini asosida men yetarli emasman degan fikr yotadi va aynan shu fikr odamni baxtsiz qiladi. Men yetarli emasman degan, agar pozitivniyni samodostаточность deysiz-ku, samodostаточностьga erishgandan keyin to'g'risi buni qanaqa so'zlar bilan ta'riflab berishni ham bilmayman, chunki bu shunaqa qalb holatiki, nima deydi, hayotingizdagi eng qiymatli va qimmatli narsaga o'sha ega bo'lganga o'xshaysiz. Va oldin men ham har yil maqsad yozardim, lekin hammasiga erishmasdim. O'sha daftarlarni ochib qarasam, hozir yozib tashlagan xohlagan narsamni. Har kuni keyin bunaqa ham deyishadi, ertalab uyg'onib, har kun o'sha bugun bu narsalar menda bor deb yozib chiqish kerak. Unaqa ham qilib yozganman. Lekin baribir bo'lmagan bu narsalar. Lekin aynan o'sha dasturingizni o'qib boshlaganimdan keyin juda ham ko'p narsaga o'sha qarashimni o'zgartirganimdan keyin aynan menga kerak bo'lgan narsalarga erishishni boshladim va kutmagan narsalarimga erishishni boshladim. Ya'ni oldin kutuvlarim katta bo'lgan, необоснованный.
erishmasdim. Qoniqmaslik o'sha menga yetarli emas bo'lardi. Hozir kutmayman, naborot ko'p takliflar keladi va mani baxtiyor odam yo'q. Shunga baxtli bo'lmoqchi bo'lsanglar, nima qilishni bilasizlar. Rahmat ustoz, hamma savollarga javob berganingiz uchun. Menimcha bu ko'rsatuvni ko'rgandan keyin baribir qanaqadir savollar vujudga kelsa kerak. Albatta bu savollarni izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi sonda ustoz bilan hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Qanaqadir tilagingiz bo'lsa, kuzatuvchilarimizga aytib qoldirsangiz. Aslida hamma narsa oddiy va har bitta natijani algoritmini tuzish mumkin. Agar sizga istagan natijangizga erishish aniq yo'li qiziq bo'lsa va eng asosiysi bu muammongizni ildiz sababini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyalarda yozing va men sizga sovg'a tariqasida diagnostika taqdim qilaman. Bizni platformamizni eng asosiy qoidasiga rioya qilishingizni tavsiya bergan bo'lardim. U ham bo'lsa, hayotingizda eng muhim inson bu o'zingiz. Shu sabab o'zingizga nisbatan o'ta ehtiyotkorona va muloyim munosabatda bo'lishni unutmang.